Shunday qilib Alloh taoloning ne'matlari bu atrofimizda qancha bor. Ular faqat Allohning o'zidangina. Lakavval mulk, mulk senikidir. Olamlar, koinot, quyosh, oy, dengiz, yer, suv, boyliklar, uning ichidagi biz bilgan bilmagan butun mulklarning moliki Alloh subhanahu taolodir. Lakavval mulk la sharika lak. Mana shu butun olamlarni tadbir qilishlikda, mulklarning boylik qilishlikda seni sheriging yo'qdir deb. Hadis qudsiyda keladiki, Alloh subhanahu taolo qiyomat kunida hamma jonzotlarni o'ldiradi. Hatto malakul mavtni ham, o'lim farishtasini ham, odamlarni, jonzotlarni hammasini jon oluvchi Isrofilni ham, surnayini chalganda butun jon borki hammasini jon uzladi. O'zini ham jon uzladi. Faqat Alloh qoladi. Va yerni qisatlagan. Qo'lida olib yerni mahkam qisatlagan. Qo'lni kayfiyatlamaymiz, Allohning qo'li qanaqa ekanini tasavvur qilmaymiz. Ammo Alloh taolo qisadi va shu kundan nido qiladi. Qani yerda o'zini podshoman degan, molikman degan, dunyoda xo'jayinman deganlar qani deb Alloh subhanahu taolo nido qiladi.